Siz 5 aka-ukasiz. Har biringiz alohida mamlakatda bank biznesini boshlashingizni xohlayman. Biringiz borib Parijda, biringiz Venada, biringiz Londonda filial oching. Eng muhim markazlarni tanlang. Shunda aytaylik, bu yerdan Londonga pul yuborish kerak bo'lsa, siz hayotingizni va oltiningizni xavf ostiga qo'yishingizga to'g'ri kelmaydi. Va bu yerda, Frankfurtda, biz shunchaki Londondagi Natanga xat yuboramiz. Unda falon pulni to'lang deyilgan. Va bu Londondan Frankfurtga berilgan kreditlar bilan qoplanadi. Tushundingizmi? Ha, ota. Sizning davringizda Yevropada ko'plab urushlar bo'ladi va pulni o'tkazmoqchi bo'lgan xalqlar Rothschildlarga keladi, chunki bu xavfsiz bo'ladi. Dada, endi gapirmang. Doktor, men ogillarimizga shunday maslahat beryapman. Ona, buni doktor bera olmaydi. Esingizda bo'lsin, birlik bu kuchdir. Umringiz davomida bir-biringizni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Bir akangiz muvaffaqiyatga erishayotgan bir paytda boshqasining muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga yo'l qo'ymang. Bizning 5 ta bankimiz Yevropani qamrab olishi mumkin. Ammo siz bitta firma, bitta oila, Rothschildlar bo'lib qolasiz.